tupurdim mana bunaqa mag'rurligiga. Mag'rur bo'lgandan ko'ra ro'zg'oringni to'ldirib qo'y, ayolingni malikalarda yasantirib qo'y, mana bunaqa chet ellarga olib borib aylantirib kel. Yo'q, hech narsa bizdan hech narsa olmaydi. Erkak kishi g'ururini chetga surib bo'lsa ham oilasiga yaxshi sharoit qilib berish kerak. Tushundingmi qizim? O'zi orqasiga bir tepsang bir suv pul tushmaydi. Mag'rurligiga o'lasanmi buni? Adini shuncha odam taniydi. Kazo-kazolardan senga sovchi keldi. Biz aytgan odamlarga yo'q deganda shu gadovatchiga turmushga chiqding. Jon qizim, hali bolang yo'q edi, ajrashgan. Ke, mana ona deganda xo'p degan. Qizim, senga hali ham zo'r joylardan sovchilik keladi. Xo'p degan, men o'zim topaman, o'zim orzu havas bilan shunaqa chiroyli qilib uzataman. Sen ham mana qilib chet ellarga borib, maza qilib aylanib yurasan. Ayollik baxtini bilasan. Jon qizim, xo'p degan. Oyijon, ko'p o'tirib qoldi. Bo'ldi, ruxsat bering, duo qiling ketay. Ko'p o'tirib gapirsam ketaman deysan. Qo'y qizim, ke. Mana shu safar men aytganimni qilgin. Ke. Keling, Oyijon, duo qila qoling. Ilohim o'sha eringga insof bersin, seni talog'ingni bersin. Mayli, oyi, men keta qolay, xo'p. Ol manbalaringni, olib ket. Ol, senga deb olib kelganman. Ol, mayli qizim, bor. Yaxshi qil, xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz aka? Rahmat. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. O'tgan oy ham bermading. Bu oy ham jo'rtasi keldi. Bu bo'ynimdagi qarz aka. Qochib ketmayman. Xudo xolasa beraman. Endi siz ham erkaksiz yoki tushunasiz. Tushungan odamsiz. Oldin ikkita ishim tayinli yo'q bo'lgan ish edi. Oyligini ham kam chiqazib berdi, ishlamay ketib yordim yo'qdan. Hozir yaqinda joylashdim, gruzchik bo'libdi. Hali hech qancha ishlaganim yo'q, oylik ber deb so'rashga vijdonim yo'l qo'ymaydi aka. Xudo xolasa ozgina yana bir 10-15 kun ishlab bering, oyligim chiqadi. Xudo xolasa kelib siraz mana bu o'tgan oy kim birinchi yopaman aka. Keyin undan keyingi oyligimda bu oykini yopaman aka. Bo'ynimdagi qarz qolib ketmaydi nasib qilsa. Faqat ozgina tushunib turing. Ko'rasiz endi erkak kishini bir o'ziga sal qiyin ekan. Oilam deb turib hamma ishxonman. O'zi 3-4 oy qoldi-ku. Ozgina 3-4 oy ishlasang, o'zingga olib ketadi shu uy. Xudo xolasa aka. Faqat shu ko'chadagi qarzni ham ozgina qiynab qo'ydi deyman. 3 birdan kelib qoldi hammasi. Xudo xolasa bu aka qarz qolib ketmaydi nasib qilsa. Ma'lum.